Assalomu alaykum bizni kuzatib turgan barchaga. Mana dushimizni ham bitirib oldik. Hozir bu dushimizni sizlar uchun qisqacha obzor qilib o'tamiz. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. Bu videomizda albatta siz uchun foydali ma'lumotlar bo'ladi degan umiddamiz. Mana shu dushimizga, materiallarga nech pul mablag' ketgan, barchasini hozir aytib o'tamiz. Dush qurdiradiganlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol hisoblaringizni chiqarib olishlaring mumkin. Bo'lmasa videoni boshlashdan oldin albatta bitta like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi yangi videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Demak, videomizni boshladik. Mana bu xonamiz, yotoqxonamiz, ya'ni uy egalarining xohishlariga ko'ra mana shu joyda biz bo'lib turib dush qilib berganmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Bu albatta shu holatida qolmaydi. Bu yerda mebel bo'ladi. Bu orqalari hali to'siladi. Birinchi navbatda biz dushlarini bitirib berdik bu joyda. Mana shu dushni hozir sizlarga obzor qilib o'tmoqchiman. Bu moganda mana shunaqa xona bo'ladigan bo'lsa, xonaga bemalol dush qurdirishyapti. Juda chiroyli chiqadi. Bu dushimizni razmeriga keladigan bo'lsak, uzunasiga 3 metr, eniga 1.20. Xo'p, mana ko'rib turibmiz hozir. Mana shu ko'rinishda dizaynga ega. Mana simsitlarimiz qo'yganmiz, mana oynalar qo'yilgan, dumbalar qo'yilgan, mana shkafli. Mana bu yerda tahorat qilish uchun joylar bor va aristolar qo'yganmiz. Tagida kir mashinaga joy qoldirib ketganmiz. Albatta qo'yiladi. Patologlarimiz esa mana bunday bo'lgan. Hozir hammasini aytib o'taman. Bu patologlarimiz ham misol chiroyli qilib nimaga o'xshaydi mana? Ko'rib turibsizlar? Svetlar qo'yganmiz albatta. Chekkasiga ham dizayn hisobiga bunaqa svetlar qo'yganmiz. Bu namga chidamli, bu bemalol xavotir olmasa ham bo'laveradi bu narsadan. Ba'zi negativ fikrlar kerak emas. Bo'lmaydi, unday deyilgan. Yo'q, yaxshi bo'ladi. Dushda bilasizlar, u bani emas, bu dush. Dush degani endi juda parlanadigan darajada emas aslini olganda. Dush xohlasangiz parlatishingiz mumkin, lekin baniga o'xshab issiq bo'lmaydi. Endi mana bu granitlarimiz, ya'ni kafelga o'xshagan, mana ko'rib turibsizlar. Buni razmeri 1.20 ga 60. Bu yerdan 23 kvadrat, ya'ni devorlarimizda, polimizda granit ishlatganmiz. Bu granitlarimizning kvadratini 120 ming so'mdan olganmiz. 120 ming so'mdan. Mana shunday qilib chiroyli qilib qildik. Xo'p, aristonimizga keladigan bo'lsak, bu aristonimiz 80 tali. 80 litrli 1.250 ming so'mga olganmiz mana shu aristonimizni. Oynamizni ko'rib turibsizlar, o'chib yonadi svetlari. Xo'p, o'zini-o'zi namda quritadi. 330 ming so'mga qilib berishganimizga arzonroq qilib olganmiz bu narsani. Mana bu ko'rib turganimiz Rossiyaniki mana akrel deymiz, shkaflar bilan bu rakovinalari hammasi umuman olganda komplektlari smisldan tashqari holatini narxini aytib o'taman. 1.430 ming so'mga olingan. Mana ko'rib turibsizlar. Mana menda. Bu smislitlar esa 320 ming so'mga tushgan. Ya'ni bu mana bu yerda yopiladi, Mana bemalol ichida suv to'laveradi. Endi ochamiz, tushib ham ketaveradi. Xohlasangiz ochaverasiz. Mana shunday. Mana bu yerda endi bu dush stoykamiz, ya'ni smislitlarimiz. Ko'rib turibsizlar. 1.250 ming so'mga olingan. Hozir buni ham ishlashini ko'rsatib o'taman sizlarga. Hop. Xo'p, bo'lmasam hozir mana ishlashini ham ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bunday qilamiz, bitta o'tkazamiz. Ko'rib turibsizlar. Yana bitta o'tkazdiramiz. Tepadan mana bunday katta bo'lib tushadi. Yana o'tkazamiz. Mana shunday. Yaxshi. Mana bu yerdan ham bemalol suv chiqaveradi. Xo'p, yopdik bo'lmasam. Mana bu trapimizda esa 280 ming so'mga olganmiz. Turetskiy 60 sm uzunasiga. Xo'p, mana bu yerda bitishkani ham olganmiz. Mana bunday ko'rinishdagi qorasidan 180 ming so'mga olganmiz. Aristollarni ham aytdim. 1.250 ming so'm. Xo'p, mana bu yerda
bu smesителimizni olganmiz 270 ming so'mga. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bu trafimizni ham olganmiz 50 ming so'm berishgan. Yopiladi mana. Suv to'laveradi bemalol. Mana shunday suv to'laveradi. Bilasizlar, issiq suv chiqarib olib bemalol oyoqni vanna qilib o'tirsalaring ham bo'laveradi bu yerda. Ochamiz, tushib ketaveradi. Mana bu razvedkalarimizni olganmiz 35 ming so'mdan. 2 dona va bitta kulchatiri bor. Mana biz kollagen svetlarimizni ham olganmiz mana bu yerdagi. Bularimizni 60 ming so'mdan kollagen svetlarimizni ham olganmiz mana. Ko'rib turibsizlar 3 dona bu yerga olingan 180 ming so'm. Albatta metrajnoy svetlarimiz ham bor bu yerda. Biz patolog kraska bo'lgan mana bu oq nima, natejniy patolog emas, bu kraska oq. Chiroyli qilib suv o'tmaydigan qilib kraska qilganmiz. Bu kraskani ham 130 ming so'mga olganmiz bitta bankasini. Svetlarimizga keladigan bo'lsak, oq svetlarimiz ham 14 ming so'mdan metrini olganmiz. 9 metr, ya'ni bu joyga ketgan 9 metr svet olganmiz. Oxirida itogasini, barcha summasini ham aytaman. Mana ko'rib turibsizlar, krenligimiz ham mana shular ham 45 ming so'mdan 3 dona olganmiz bu joyga. Mana bu pollarimizga keladigan bo'lsak, polimiz ham tipli pol bo'lgan albatta. Bu joyga tipli pol shlankalari bilan, poklari bilan birgalikda 500 ming so'mlik ketgan bu joyimizga material poliga tipli pol bo'lgan, ya'ni 3600 so'mdan shlankani metrini olganmiz bu joyga. Stashkasi ham bo'lgan, 2 qop sement olganmiz. Mana qalinligini ko'rib turibsizlar, 7 santimetrlik bo'lib quyilgan va kliniz olingan bu joyga. Mana shu narsalar ham rasxoti bor. Albatta kafel klaylarimiz ham bor bu joyda. Kafel klayni ishlatganmiz. Mana shu joyga даже 20 qop kafel klay ishlatganmiz. Kafel klayda 28 ming so'mdan qopini olganmiz. Sementlarimiz bo'lsa 26 ming so'mdan qopi. Buni hamma bilsa kerak menimcha. Albatta bu joyga tok montajlari ham bo'lgan. Mana shu joyimizga 25 metr kabel olganmiz. Ya'ni razvedkalarga, mana svetlarga hammasiga tortish uchun 25 metr kabel olganmiz. Buni ham hisobga olib qo'yamiz. Kabelimiz 2800 so'mdan metrini olganmiz. Xullas, mana ko'rib turibsizlar, menimcha barcha narsani aytib o'tdim. Albatta mana bu joyga bo'lishga ham 3 dona gipsokarton ketgan. Gipsokartonlarimiz 55 ming so'mdan olganmiz. Mana profillarimiz bor. Albatta profillarimiz ham 28 ming so'mdan olganmiz. Mana ko'rib turganlaringdek. Xo'p, endi bu joyga kanalizatsiya turbalar, issiq suv, sovuq suv va qolaversa, yana mayda-chuyda zapchastlari ketgan. Ularni ham hisobga olishimiz kerak albatta. Patologimizga ko'rgan bo'lsalaring, pok yopishtirganmiz, metrajnoy svetimizga. Ularni ham hisoblaymiz. Hammasi bo'lib shu joyimizga 11 million so'm pul mablag'i ketdi. Ya'ni hozir dollarga qancha bo'lyapti? 1 million 290 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 850 dollar atrofida mana shu joyga, shu holatga, mana shu dizaynimizga 850 dollar ketdi. Xo'p, dush qurdiradiganlar bo'lsa, mana hisoblaringizni bemalol chiqarib olishlaring mumkin. Mana shu holatdagi dizaynga 850 dollar pul mablag'i ketar ekan. Albatta, usta xizmatidan tashqari. Bo'lmasam sog' bo'lasizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar.